ko'ngli boshqani tusab qoladi-yu. Voy bu chiroyli ekan deb. Undan ko'ra o'zini xotinini chiroyli qilib yurgan yaxshi. Menda shunaqa bitta patent bor, hali ham keladi. Navoiydan bitta men uchun keladi, er olib keladi. Ular endi mendan oldin bitta mashhur bo'lgan kosmetologga borgan, mayli ismini aytmaymiz. Eri olib borgan-ku endi u Instagramda mashhur qilib chiqqandan keyin umuman yoqmagan, o'sha sun'iylashtirishganda, xullas filler qilib tashlagan menimcha, o'ylayman. Labiga, hamma joyiga. Ular menga tasodifan men bilan ko'rishib qolishdi. O'sha apparatga maslahatga kelgan, apparatda ishlab berdim. Endi baribir ham yuzimga qarab kosmetolog bo'lsangiz, o'zingizni sun'iylashtirmagan ekansiz, hech o'zingizdan anaqa bo'lmayapti deb xo'jayini keyin menga protseduraga keldi. Uni qilib berdim, ketdi. Menga bir oydan keyin odziv yozotdilar, juda ham zo'r bo'ldi, rahmat. Har 6 oyda o'sha patentim keladi, rani ayolini chiroyli qilish uchun o'zi olib kelib, bir kunda keyin yana qaytarib olib ketadi. To'g'risida, masalan, o'zini ayolini chiroyli qilib olib yurib, o'ziga ham yaxshi-da. Bu ko'ngli boshqani tusab qoladi-yu. Voy bu chiroyli ekan deb. Undan ko'ra o'zini xotinini chiroyli qilib yurgan yaxshi.